Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Moskvadan O'zbekistonga reysga qo'yilgan avtobuslarimiz qatnashi davom etyapti. Bu bugungi ikkinchi reysimiz. Yo'nalishlarimiz Moskva Toshkent, Moskva Samarqand, Sankt-Peterburg Toshkent, Sankt-Peterburg Samarqand yo'nalishida amalga oshiriladi. Yo'lovchilarimiz kelib joylashdi, boshlashdi azizlar. Lux komfortli yangi avtobuslar ketmoqchi bo'lganlar bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Reyslarimiz har kuniga bor. Hozir mana yo'lovchilarimiz bagajlarini joylab yo'lga chiqib ketishadi. Har bir yo'lovchiga shunaqa sumkalardan ikkitadan besplatniy bo'ladi. Dokumentida kamchiligi borlarga ham qo'ldan kelgancha yordam qilib olib ketamiz. Transportimiz ichilarini ham ko'rsatamiz. Avtobus ichida yo'lda kerak bo'lgan hamma sharoitlar bor. Hozir mana shu aka-ukalarimiz shu avtobusga chiqib ketishadi. Sumkalarni joylab chiqib joylashishadi. Ko'rib turganlaringdek avtobusimiz ichida har bir yo'lovchiga alohida sidinani orqasida podnoslari, zaryadniklari qo'yilgan. Oldida orqada monitorlar bor, sidinalarning oralari keng. Mana shu holatda bemalol uzoq yo'lga safar qilish mumkin azizlar.